Kichkintoyingiz janjal kelsa nima qilish kerak? Biz har doim qiladigan birinchi narsa bu hissiy olovni o'chirish. Janjal paytida bolani tanbeh qilish, uning vijdoniga murojaat qilish yoki muzokara qilishga urinish foydasizdir. Baqirishga, urishga va hokazolarga harakat qilishning hojati yo'q, chunki bu vaziyatni yanada kuchaytiradi. Bola hissiy dunga tushadi, undan ozozdan chiqib ketishi juda qiyin. Bolani tinchlantirishga yordam bering, uni olib ketishni taklif qiling. Agar u tayyor bo'lmasa, uning orqasiga qoqib ko'ring. Farzandingiz sizni turtib yuborsa, ursa va unga yaqinlashtirmasa, siz hali ham yaqin bo'lishingizni va u xohlagan vaqtda uni quchoqlashingizni ayting. Uni xavfsiz saqlang. U tasodifan jarohatlanmasligi uchun yaqin atrofdagi barcha xavfli narsalarni olib tashlang. Bolaning darajasiga tushing. Misol uchun, agar u erga yotgan bo'lsa, erga o'tiring. Sokin, mehrli ovozda gapiring. Qachonki kerak bo'lsa, u bilan birga bo'ling. Ko'z yosh va yiglashdan uyalmang. Sizning vazifangiz uning isteriyasiga dosh berishdir. Siz uning talablari bilan rozi bo'lishingiz shart emas, lekin siz bolaga hissiyotlar bo'ronidan omon qolishga yordam berishingiz kerak va shundan keyingina u bilan suhbatni boshlashingiz kerak. Isteriya paytida ota-onaning bunday xatti-harakati bolaga yon bosish emas, balki uni rad javoblariga qanday bardosh berishni o'rgatish usulidir. Shu bilan birga isteriyaning nimaga bog'liq bo'lishi mumkinligini tushunishga harakat qiling. Bunday xatti-harakat ortida bolaning qaysi ehtiyoji yotibdi? Och qoldimi, uxlamoqchimi, charchadimi? Unga kerak bo'lgan narsani imkon qadar tezroq ta'minlashga harakat qiling. Hissiy choqqa tushganda siz unga nima bo'layotganini aks ettirishingiz mumkin. Multfilmlar tufayli charchadingiz, och qoldingiz, xafa bo'ldingizmi? Agar tantrum multfilmlar, o'yinchoqlar, shirinliklar taqiqlanganligi sababli sodir bo'lsa, uning his-tuyg'ularini bolaga aks ettiring. Siz juda xafasiz, chunki konfet olishingizga ruxsat bermayman. Sizning jahling chekmoqda. Qabul qiluvchi va mehribon ota-ona bo'lib qoling, lekin taqiqni saqlab turing. Shunday qilib, siz bolaga kuchli salbiy his-tuyg'ularni boshqarishda yordam berasiz va munosabatlarni buzmay qolasiz.